Ilon yilida tug'ilganlar. Ilon Sharq zodiak kalendarining 6-muchali bo'lib, afzalliklari aqlli, mulohazali, reja asosida yashaydi. Ichki intuitsiyasi kuchli, odamni o'qiy oladi hamda tashqi qiyofasi sirli, hammaga ham ochilavermaydi. Kamchiliklari: ko'p shubhalanadi, ko'p tekshiradi. Rashki kuchli, qizg'onchiq, yopiq xarakter egasi, hislarini ko'rsatmaydi. Kechikuvchan, ambitsiyasi bor, lekin davomiylik yetishmaydi. Munosabatlarda sevgisi chuqur, lekin sekin ochiladi. Ishonch buzilgan odamga qaytmaydi. Mos muchallar sigir, tovuq, yomon moslik esa yo'lbars bilan to'ng'izdir. Qolgan muchallar bilan esa o'rtacha mos. Ilonlar kuchli analitik bo'lib, ularga mos kasblar tibbiyot, psixologiya, estetika, menejment, loyihalashtirish va me'morlikdir. Sharq mifologiyasiga ko'ra, ilonlar ozodalik, saranjomlik, boylik, shifo hamda ayollik ramzidir. Video ma'lumotlari Jobstreet, The Horoscope va ChinaNewYear.net saytlaridan olindi va har doimgidek to'liq ma'lumotni video ostida qoldiraman va ushbu videoyimni ilonlarga jo'natib qo'yamiz. Va keyingi videoyim qaysi muchallar haqida bo'lsin? Kommentariyada yozib qoldiring va albatta obuna bo'lishni ham unutmang.